Salom o'rtoqlar, bugun men bitta do'stim bilan Dallas o'ynaymiz. Tarkibimni o'zgartirishim kerak menimcha. Harryga beramiz. Shundan boshlaymiz. Boshladik. Shundan tushdik menimcha. Boshladik. Men akkauntimdan uning akkaunti sal silaviyroq, lekin baribir o'ynayveramiz. Kim yutarkin? Trening mashg'ulotlari 58 12. Dash menga bilan bir xil lekin darajalari sal kamroq. Boshladik. Harry Kane jamoasardori. Qani to'p boshladi. Muhammad Salah va boshidagi birinchi golni chiroyligini qarang. Nimalar bo'lyapti? Adashib ketdim, uzr. Non qo'yishdan chiqib ketdi-da. Ikkinchi hujumga o'ramiz. Yaxshi o'tdik. Ikkinchi himoyachidan ham o'tib ketdik. Vartasni ham aldadik va gol. Gol ko'rish shart emas. Uncha chiroyli bo'lmadi. Ba'zi 26 da Vartasni aldash oson bo'lib qopti. Shuni inovatga olish bilan faqat ochiq va tegi bo'lmoqchiman. Yo'q, yomon. Haaland. Yaxshi, endi aldab o'tish kerak. Yo'q, shtrapmi? Yo'q, shtrap yo'q. Rekishdan suqarim lekin. Mayli. Himoyachimni o'tolmadi. Vinicius orqaga bitta. Pas oldinga Joao Cancelo. Yo'q, shtrap. 100 talik shtrap. Sariqmi? Bunga sariq menimcha. Sariq. Joao Cancelo. Yaxshi. Pas va gol. Bu ham oddiy gol bo'ldi. Yaxshi hujum emas. Yaxshi. Men hujumga ketyapman. O'zimni hujum tarafimga adashib ketibman, uzr. 3-chi golni ham urib qo'yamiz. Yo'q, Vartasni endi aldash o'xshamay qoldi. Mayli, Vartasga tashaylikchi. Hop, chup, bana, yaxshi. Himoyachini aldab o'tdi. Hop, qo'ydi Vartasini. Vartasim o'z bilganidan qolmay, endi aldamoqchi edi. Birinchi taym yakunlab qoldi. To'p nazorati menda ko'proq. Bilmadim necha bo'lganini, lekin 3-golga qarab ketdimi? Va gol. Uzoqdan gol. Menimcha 34 metr edi. Bitta korrekchi bo'ldi. Pas va tept. 24 menimcha. 30 ekan. 70 tezlikda boribdi. Yaxshi emas Haaland. O'zim Vartasni aldanib qolamkan, aldanmaydimikan?
Men hech kim olib qo'ymayapti-ku meni. Tep endi. Tepolmadi. Mayli do'stimga pora. Hazillashdimi? Pora yo'q do'stlarga. Mayli, men hazillashdim. Penaltilargacha borib o'ynamay yutdim mayli. Hoppa. Bo'ldi, endi penaltilarga boramiz. Chunki o'ynamay yutib bo'ldim. Va yana pas. Nima qilyapti bu? Ikkinchi marta yo'q qilishim. Halam tushyapti u. Menda Saka chiqib ketdi. Saka tushdi degani. Yaxshi hujum. Holand o'tdi. Normal, tepolmadi. Ikkinchi hujumga qarab ketyapmiz. Ular tashdi. Hujumchilar aldab bemalol olib ketyapti himoyachilarim. Hoppa. Bo'ldi. Oxirgi daqiqa gol qo'ya. Shunday daqiqada gol qo'yish mumkin, men tepaga tepib beraman. Davom etamiz. Shotini tepsam-ku. Bir o'yladim, lekin baribir gol bo'lmaydi deb o'yladim. Gol qo'ysa tamomman. Shuning uchun Vinicius almashtiramiz vaqtiga, chunki Mbappe yaxshi penalti tepadi. Shuni Neymar bo'lsa yozib qo'yinglar. Neymar yaxshi ko'raman-da, yaxshi ko'radigan futbolistim Neymar. Sizlarga Ronaldo, Messimi yozib qo'yinglar. Barsami, Realmi? Bu yilgi jahon chempionatini kim yutadi? Shuni ham yozib qo'yinglar. Va yana hujum qildim. Gol qo'laveraymi yoki? Va yana aldab ko'rdim. Ularda yaxshi hujum. Gol qo'ysin. Gol olmadim. Yaxshi, Vartash qaytarib qo'ydi. Gol qo'yaylik. Ekstra taymlarda ham yutdim. O'lib qo'yinglar. O'lib qo'ygandan yaxshi. Ekstra taymda gol qo'ysa, demak teng bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun men gol urmayman. Lekin hujum qilyapti. Yaxshi hujum qiladi. Lekin gol olmadi. Men umuman hujum qilmadi desam bo'ladi. Bitta hujumda gol olib ketdi. Yaxshi hujum qilyapman men. Lekin gol urmashim kerak. Vaqt yetmay qolishi mumkin menga gol urishga. Rafinha. Yo'q, menda Rafinha yo'q, lekin Rafinha shunaqa gol urganini eslanglar. Uni lekin Iglovidan chiqargan edi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi o'yin. Endi shunday
penalti etish kerak. Mbappega beramiz biz. Mbappe qani? Mbappe mana. Va yo! Ichiga chiqib ketdi. Messi deb berdi bu yoqdan. Hernandez. Yo, o'ta tepa deb o'ylabman. Yo, jana qaytarib qo'ydi. Ayutaman baribir. Yo, bana dahshat gol qo'ydi-yu. Tugadi menimcha gol qo'yashin. Yo, uchta gol ketdi-ku. Bari penaltida elik botlar ham yutsin. Buni qaranglar. Tas qo'ydim. Shu bilan xayr o'rtoqlar. Mana tugadi.